Salam qizlar, hamma qizlar bilamiz, chash qizlarning san'ati. Mush chechi tushib ketayotgan, har qanday mahsulot ishlatibmi, unumini ko'ramayotgan, chechining subtini yaxshilamayotgan, chechi mush 1-2 kunda maylish qilayotgan, chechining o'sish intayin asta, mush mandek chechini to'lib bo'yab, buzib olgan qizlar, unda qizlar diqqatinglar davomli menda bo'lsin. Men odatda chechimni yuvishdan avval chechimning tegishini yaxshi chiqarib olib, mush tushib ketish tegishli bo'lgan chachlarimning hammasi tushib ketadi mush vaqtda. Uningdan keyin chechimning shu uch qismini tekshi namdab olaman. Uningdan keyin mush senforaning chash aqsil bilan mush chechimning uch qismiga mush chash aqsilni tekshi surkab, o'g'lab, singdirib, mush chechimni 10 minutdan 15 minut atrofigacha turg'izman. Vaqt o'tgandan keyin mushu chash aqsilni pok yuvib chiqarib etib, chash yuvishga o'taman-da. Mush chechimga senforaning chash supini bilan chash supini ishlataman. Mening diqqat qilgan yerim odatda chechimni yuvishda chash supini bevosita chechimning yildiz qismiga surmayman. Chashning shu mazg'abini chiqarib, chashning yildiz qismiga beraman. Chashning uch qismiga surib, mazg'abini takshi chiqarib olib, mazg'abni mush chashning yildiz qismiga beraman-da. Uyinglarda bo'lsa mazg'ab chiqarish uskunasi bo'lsa teg yaxshi, shuni mazg'abini chiqarib, undan keyin chashning yildiz qismiga berib takshi o'g'lab tushsanglar bo'ldi. Ishqilib chash supini bevosita chashning yildiz qismiga tekkizmay, mazg'ab orqali bosh yildizni o'g'lab, pak yuvishga tirsanglar, chashning yildizni yuvganda bu tirnoq bilan o'g'lash emas, balki mush barmoqlarimiz bilan mush qo'limizning barmoqi go'sht qismi bilan yenglik o'g'lab, mushtaq shusak chashga bo'lgan foydasi shunday yaxshi bo'ldi ekan. Mush odatda bosh terisi qancha paks bo'lganda mush chechimiz bu oson maylashib ketmaydi ekan. Mush 3-4 kungacha chechingizni shumisingizmi chechingiz maylashib ketmaydi ekanda. Ham yuz terimizga mu bak foydali ekan. Mush odatda bosh terisi yosh turgan xonim qizlarning yuz terisi alayda yaxshi turadi ekan. Endi chash supini paks yuvib, chash aqsilni mush chashning qurg'oqlashib ketgan chashning mush uch qismiga mush chechimizning oz ko'pligiga asosan miqdorini o'zimiz belgilab, mush chechimizning uch qismiga surksak bo'ladi. Ammo odatda pek ko'p surka olmayman, miqdori ko'p bo'lib ketsa mush chechimiz maylashib qoldi ekan. Mush senfora chash yurishligini ishlatib, chechim bek maylashib qoldi degan xonim qizlarimiz sizlardan mush nuqtaga diqqat qilmagan gap. Aqsilning ishiltish miqdoriga alayda diqqat qilsanglar, chechinglar xuddi mush satrashganda necha yuz o'yinga chash asrash qilgan bilan barobar holatda unumini ko'ra olasizlar. Mush chash aqsilni chashda bek uzun turg'izmasanlar bo'ladi qizlar. Surib mush 3 minutga qolmay chechingiz alayda siliq bo'lib ketadi-da. Uzun turg'izsam cho'qim texim yaxshi bo'lib ketadi deb uzun turg'izmasanlarmi yaxshi bo'ladi. Uzun turg'izganning chashga nisbatan faqat foydasi yo'q. Diqqat qilishga tegishli muhim yeri cho'qim mush chash aqsilni pak suyib chiqarib etish kerak. Chashni pak chayqab bo'lgandan keyin amal bor, mush chash quritish mashinasida quritmay bo'z o'ziniki mush tabiiy quyib berish, tabiiy qurishiga quyib bersanglar, mush chash texim yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Mana shunday to'g'ri usulda chash yuvib berganda chechimiz nihoyat quyuq ko'rindi qizlar. Agar mush ishlatayotgan chash yurishligingiz yaxshi bo'lsa, chechingiz shunday yaxshi bo'lib ketadi. Yangi chashlaringiz chiqadi. Mening chechimning sufti to'lib bo'ya sababli bek nacharlashib ketgan. Men mushu cho'qim yaxshi chash yurishligini ishlatmasam, faqat bo'lmaydi. Chechim odatda chigilishib bek nacharlashib ketadi. Shunga odatda senfora chash yurishligidan aylanmayman. Bek bir yaxshi bir chash yurishlik. Agar ehtiyojingiz bo'lsa, mening mush doim bash betimga kirib, mazetish ko'znikiga kirib setib olsangiz bo'ladi. Bo'lsa chash aqsili bilan birlikda ishlatsangiz unumini texim yaxshi ko'ra olasiz. Mana ko'rganinglarda chechimni mushundaq to'g'ri usullarda yo'qolganligim uchun shu rat tashlarimni har xil bo'yash kasbim sababli chechimni har xil holatda to'p tutishladim. Buzilib ketgan chashlarim mushundaq yaxshi yurishliklar orqali shundaq yaxshi bo'lib ketadi qizlar. Mushundaq bir yaxshi mahsulotlarni qilmaslik uchun sizlarga bugungi vlogimni ham bahorladim. Yaxshi ko'rsanglar, umid qilaman, vlogimizni ko'rsanglar, xayr xo'sh.